Mo'za boshlamizda ajoyib voqea bo'lgan, ajoyib ovoz chiqib qolyapti. Qani gaz boschi? Bos. Bo'ldi. Ko'rib turibsizlar, bema'ni ovoz, bu turbinaning ovozi chiqyapti. Buni turbinasini remont qilish mumkinmi yoki mumkin emasmi? Kommentariyga yozib qoldilar. Turbinasi ancha summa turadi. Endi buni yechib ko'ramiz. Ayb nimadan chiqishini birgalikda ko'ramiz. Mo'za mashinamizni turbinasini yechib oldik. Ko'rib turibsizlar, hamma yo'g'ini chachilgan. Bunda bo'layotgan ayb ko'rib turibsizlar, mana turbinani kirchatga, ya'ni ventilyatorlari qish qaynalyapti. Hamda bunda normalniy luft bor. Mana luft borning hisobiga mana bu qimirlagan hisobiga mana bu joylar tekkan, ko'rib turibsizlar, yaltillab turibdi. Mana bu joylar tegmagan. O'zi aslida mana shunaqa holatda tiniq bo'ladi. O'shani hisobiga bu tez оборот aylanganda mana bu korpusning ichiga tekkan, o'ynagan. Xuddi shu tekkan ovozda g'o'rlab ovoz chiqqan. Endi bu narsani boshqa yangi chaqirtirib, yangi qo'yib yuboramiz. Akamizning muammosi hal bo'ladi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Sizlarga ideal darajada bitirib beramiz. Bundan ham qiziq videolar hali oldinda Avtosentrga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.